Assalomu alaykum azizlar. Nasib etsa Qashqadaryo o'tkazib tuman Bug'londa 1100 dollar ishlatdik ikkita xonachaga. Uning ichiga patolog kiradi. Usta haqqi, keyin dekor plas bo'lgan. Kafilimiz va usta haqqi kiradi. Kafilimiz 60 ga 120 90 mingdan terberdik. 40 ga 40 bir xil narxga devor patolog. Devor pol. Patologimiz 35 ming bo'ldi, dekor plas prama qilindi. Bu pechkani o'rni pechka qurilgandan keyin zazorni katta qo'yganmiz, mana ko'rib turibsizlar. Tulinka qo'yib beriladi. Bu yoqda ham moslab ketganmiz, nasib bo'lsa. Shu gazli pechka beriladi, suqa pechka. Baho berasizlar. Ugonli qo'yib chiroyli qilib berdik. Mana bu Ariston motor turadigan xonamiz bo'ladi bu. Bir xil kafil qilindi, seriya qilib, hozir fugalarni ham tugatib bo'ldik. Nasib bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Qashqadaryo bo'ylab xizmat qilamiz. Faqat MDF, aboy, natijnoy, foto aboy, kafilni sal kamroq. Asosiy malyarka ishimiz, ichkariga ishlaymiz. Bitta ikkita zakaz chiqsa, qilib ketamiz. To'g'ri tushunasizlar degan umidda biz, faqat asosiy patolog aboy bizning ishimiz. 1100 ishlatdik devorni o'ziga. Bu steyashka, keyin poli steyashka, devor shkaturkasi mayaklardan tashqari, santexnika, elektrikadan tashqari faqat kafel, kili usta haqqi kiradi. Baho berasizlar, chiroyli, skromli xonachalar bo'ldi mana nasib bo'lsa. Ortiqcha beza ishlatilmadi, mana shunday rang tanladik, seri. Chiroyli tazdirlar, ortiqcha gul, qanday detallar ishlatmadik. Ugonli bilan burchalarni chiqarib qilib berdik. Sog' bo'linglar, kuzatib boringlar. Jarayonlarni Instagramga ham har kunlik qisqa tezroq video chiqarib boramiz. Omon bo'linglar. 60 ga 120 devorimiz, 40 ga 40 polimiz. Baho berib qo'yasizlar. Hammaga omad, topganingizga Alloh barak bersin. Obuna bo'lib qo'yinglar, qurilish qilmoqchi bo'lganda. Yo'q, qo'yasizlar, sog' bo'linglar.